Diqqat, havo sovuq bo'lsa-da qaynoq yangilik bor. Bu yil isitish mavsumida uylarni isitish uchun ehtiyojmand oilalarga 1 million so'mdan bir martalik yordam pullari berila boshlandi. Prezidentning 134-sonli qaroriga ko'ra aholining ehtiyojmand qatlamini qo'llab-quvvatlash uchun bu yil 1 million 100 mingdan ortiq oila ro'yxatga olindi. Ularning 816 mingtasi ijtimoiy reyestrda mavjud oilalar bo'lsa, qolgani esa mahalliy yettiligi tomonidan shakllantirilgan oilalar hisoblanadi, ya'ni boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bo'lgan va hokazo mana shunday oilalar. Mazkur dastur doirasida jami 1.2 trillion so'm mablag' davlat byudjetidan ajratildi hamda ushbu mablag'lar aholining ehtiyojmand qatlamiga gaz va elektr uchun to'lovlarda yordam bo'lishi ko'zda tutilgan. Ushbu mablag'lar ijtimoiy reyestrda turuvchi oilalarning Xalq banki karta raqamlariga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazib beriladi. Mahalliy yettiligi tomonidan shakllantirilgan oilalarga esa alohida bank kartalari ochiladi yoki mavjud bank kartalariga tushirib beriladi. Ushbu ro'yxatda men ham bormanmi yoki yo'qmanmi degan savollarga esa mahallangizdagi ijtimoiy xodimga bog'lanib yoki tuman va shahar markazlaridagi inson ijtimoiy himoya markazlariga borgan holda javob olishingiz mumkin bo'ladi. Ijtimoiy himoya agentligi xodimlarining menga ma'lum qilishicha, ushbu oilalarning 2024-2025-yildagi kuz-qish mavsumidagi gaz va elektr energiyasi uchun xarajatlari tariflarning oshishi ortidan o'rtacha 815 ming so'mga ko'paygan va bu yil berilayotgan 1 million so'm ushbu xarajatlarni to'liq qoplaydi. Ushbu xabarni boshqa yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.